Salom men. Muallif Nargiza Usanboyeva. Ovoz beruvchi Anna. 4-qism. Dilorom kelinchakni kuzatib turibdi. O'ziga o'zi xulosa qila boshladi. Ichida o'yladi. Kelinchak juda ham uyatchang, kamsuqum va tortinchoq. Hatto men bilan gaplashishga ham tortinyapti. Aslidan oilada necha kishisizlar? So'radi kuyovdan. Oilamiz katta. Ota-onam, akam va kelinoyim, singlim bor. Juda yaxshi. Qanday yashashlaringizni aytib bering. Katta oilalar ahil-inoq bo'ladi. Ha, oilamiz yaxshi yashaymiz. Aslidan shunday deya xotiraga berildi. Shahlo dasturxonga nonushta qo'yyapti. Qaynona qaynotasi o'tiribdi. Yonida 3 ta nevarasi, 8 yosh, 6 yosh va 4 yosh. Aslidan kiyinib chiqib keldi. Akamlar qani? Dedi u. Choy ichib bo'lishdimi? Akang kenayingni, singlingni olib ketdi. Kech qolishayotgan ekan. Tashlab qo'yaman dedi. Siz, men ham akamning mashinasiga chiqib olmabman-da. Metroda tushib qolardim. Ertaroq turish kerak-da o'g'lim, dedi otasi. Aslidan Shahloga qaradi. Mana u uyg'otmaganda? Shahlo ko'zlari katta-katta bo'lib qaradi. Nima? Naq 3 marta uyg'otib chiqdi seni kelin, dedi onasi. Ertalab seni qulog'ing eshitmaydi-ku. Ular hammasi kulishdi. Asliddindan voqeani eshitgan Dilorom mamnun bo'ldi. Yaxshi, oilangiz havas qilgulik, ibrat olgulik ekan. Shahlo, uyda erkinmisiz? Ha, dedi Shahlo. Qaynonangiz, qaynotangizdan tortinmaysizmi? Juda uyatchang ekansiz. Yo'q. Dadam o'z qizidek ko'radilar, dedi Asliddin. Erkalab o'tiradilar. Hovlida turasizlarmi? Yo'q. Asliddin biroz o'ng'aysizlandi. Ko'p qavatli uyda turamiz, tushuntirdi Asliddin. Yaqinda uy olsak, akam chiqib ketadi. O'shangacha amallab yashab turamiz endi. Uylaringiz necha xona? 3 xona, dedi Asliddin. Diloromning qoshlari chimirildi. Shahloga qaradi. Qizni kuzatdi. Shahloning burni ustida mayda terchalar paydo bo'ldi. Tinmay barmoqlarini ezg'iladi. Shahlo, avval ham shunaqa uyatchangmidingiz? Yo'q, uyatchang emasman, dedi kelinchak. Tortinchoq, avvaldan, qo'shimcha qildi Asliddin. Sezilib turibdi, juda tortinchoqligi. Kelinlik uyingizga ko'nikib ketdingizmi? O'z uyingizdek erkinmisiz? Shahlo Diloromga bir qarab oldi va qo'lini qulog'i oldiga olib borib, sochini to'g'irlagan bo'ldi. Keyin zo'rg'a javob berdi. Ovozi past va juda ishonchsiz chiqdi. Ha. Dilorom unga diqqat bilan qarab o'ziga o'zi o'yladi. Qo'l harakatlari yolg'on gapirayotganini bildiryapti. Ovozi eshitilar-eshitilmas chiqyapti. Aytayotgan gapiga o'zi ham ishonmayapti. Demak, qaynonasining uyida qanday yashashini surishtirish kerak. Dilorom Asliddinga qaradi. Asliddin, sizlarning yotoqxonangiz qanday joylashgan? Umuman menga uyingizda hammaning uxlash xonasi haqida ma'lumot bering. Asliddin taajjublanib qaradi. Shu kerakmi? Albatta. Sizlar bilan shunchaki yaqindan tanishishim kerak. Ha, unday bo'lsa mayli. Haligi bizning yotoqxonamiz zalning yonida. Asliddin uylarini ko'z oldiga keltirdi. Uning ko'z o'ngida uylari jonlandi. Zaldan to'g'ri o'tiladigan xonada yotoq karavatida Asliddin yotibdi. Shahlo oyna oldida qo'liga krem suryapti. Zalda Asliddin onasi bilan televizor ko'rib divanda o'tiribdi. Pastda esa uning singlisi va bitta 8 yoshli akasining qizchasi uxlash taraddudida. Yerga solingan joydagi yostiqni to'g'irlayapti. Keyingi xonada 6 va 4 yoshli bola kirib ketyapti. Ichkaridan ayol kishining ovozi eshitilmoqda. Shovqin solmanglar, dadang uxlayapti. Yugurma, yot endi. Uning balkonida Asliddinning otasi ko'rpaga burkanib uxlab yotibdi. Hamma xona band.
Yosh kelin kuyovning eshigi yonidagi xonada qaynona, qaynisingillar uxlashmoqda. Dilorom Asliddinning aytganidan uyning holatini tasavvur qildi. Asliddinga qaradi. Yosh kelinning bu tortinchoqligiga, uydagi bu sharoitga bola bo'lishi qiyin-da, o'yladi u Dilorom ichida. Bola bo'lishi faqat tanaga emas, ruhiyatga ham bog'liq. Sal erkinlik kerak, lekin buni hozir aytsam, Asliddinning ota-onasi to'g'ri tushunmasligi, Shahloni battar noqulay vaziyatga tushirib qo'yishim mumkin. Nima qilsam ekan? Dilorom Asliddinga jilmayib qaradi. Asliddin, xohlang onangizni olib keling. O'zim tushuntiraman. Xohlang o'zingiz tushuntiring, lekin siz aytsangiz ham onangiz tushunadi. Hammangizni ahil ushlab o'tirgan ayol mening gaplarimni darrov anglaydi. Ha, onam tushunadigan ayol, dedi Asliddin. Unda o'zingiz tushuntirasiz, dedi Dilorom. Bilasizmi, xalqimizda joyni o'zgartirish degan an'ana bor. Men hozir sizlar bilan gaplashib bildimki, sog'lomsiz, oilangiz tinch. Yaxshi niyat bilan joyni o'zgartirib ko'rishlaringiz kerak. Ishlaysiz-a siz? Ha, agar ishlamasangiz, biror tog'li hududga borib, bir oy yashab kelinglar degan bo'lardim. Lekin ishlarkansiz. Shahardan bir oyga, bir oyginaga, bir xonali bo'lsa ham uy ijaraga oling. Yashab ko'ringlar. Joy o'zgarib, bola bo'lib ketishi mumkin. Asliddin ishonchsizlik bilan qaradi. Foydasi bormikin? Albatta. Ishonmasangiz onangizdan so'rang. Joy almashtirish degan gap bormi deng? Ha deydilar. Buni xalqimiz havo almashtirish deydi ko'proq. Bu ruhiyatga yaxshi ta'sir qiladi. Tanada ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. Juda yaxshi. Uydagilar bilan maslahat qiling. Dilorom stol ustidagi telefonining soatiga qaradi. Vaqtimiz tugadi. Bo'lmasa, sizlar bilan kelasi oy joy almashtirib kelganlaringizdan keyin gaplashamiz. Asliddin va Shahlo o'rnidan turdi. Xonadan chiqishdi. Dilorom ularni kuzatib qoldi. Yaxshi yetib olinglar. Dilorom Dilxushga yuzlandi. Dilxush telefonda video ko'ryapti. Qoshlari chimirilgan. Videodan kichkina bolaning yig'lagani, onasining urayotgani, haqorat qilayotgani eshitilib turibdi. Nima ko'ryapsan? So'radi Dilorom. Onalarga nima bo'lyapti? Dedi Dilxush. Yana bittasi bolasini urib videoga olibdi. Hech bu ayollarga dars bo'lmas ekanda. Bunaqa paytda ayollar kuchli stress holatida bo'ladi. O'zini boshqara olmaydi, bilasan-ku. Dilxush xo'rsindi. To'g'ri, mana bu qizlarni qarang. Tavba. Dilxush va Dilorom Samira va Shahrinisoning urushgan videosini ko'rdi. Telefon ekranida Samira va Shahrinisoning urushayotgan videosini do'konida o'tirgan Dilfuza ham ko'rdi. Dilfuza avvaliga ahamiyat bermadi. Keyin shartta videoni to'xtatib qaradi. Qizini tanidi. "Yo'q xudoyim, voy sharmanda!" deb yubordi o'zi bilmagan holda. "Bu nimasi? Samiram urushgan?" Dilfuza yana videoni qayta ko'rdi. Samiraligi aniq bilindi. Dilfuza uh tortdi. "Bu qizga nima bo'lyapti, ha?" dedi tutaqib. Yegani oldida, yemagani ortida bo'lsa, hamma narsasi bo'lsa, dadasi erkalatib yubordi. Juda erkalatib yubordi. Dilfuza videoni darhol Telegramdan eri Rashidga yubordi va ovozli xabar jo'natdi. "Buni qarang endi. Juda erkalatib yubordingiz shu qizni. Tarbiyasi buzilib ketdi. Bo'g'zimga keldi shu qiz." Dilfuza ovozli xabarni yuborib, uf tortdi. O'ziga o'zi to'ng'illadi. Biror kun tinch o'tirmas ekanmizda. Yana telefoniga qaradi va videoni qayta ko'ra boshladi. Zuhra idishlarni yuvib bo'lib joyiga qo'yardi. Akrom choy ichib o'tiribdi. Kichkina o'g'li pechenyelarni taxlab o'ynab o'tirardi. Akromning telefoniga SMS keldi. "Aka, o'yin boshlanyapti." Akrom telefonini qo'liga oldi. O'yinga kirmoqchi bo'ldi. O'g'rincha Zuhraga qarab oldi. Zuhra ishi bilan band, sekin o'yinga kira boshladi.
Shu payt Zuhra unga yaqinlashdi va telefoniga qaradi. Akrom Zuhraga mulzam bo'lib tikilib qoldi. Psixolog to'g'ri aytgan ekan. O'rganib qolibman. O'zimni boshqarishim qiyin bo'lyapti, dedi keyin. Zuhra hech narsa demadi. Akromning qo'lidan telefonini oldi va o'g'liga qaradi. O'g'lim, chop akang va opangdan so'rachi, dars qilib bo'lishibdimi? Dars qilib bo'lgan bo'lsa, hammamiz bir ko'chani aylanib kelamiz, balki muzqaymoq yermiz. Ura! Dedi o'g'li yugurib chiqib ketar ekan. Zuhra Akromga qaradi. Yuring, chalg'ishingiz kerak, birga aylanamiz. Akrom Zuhraga minnatdor qaradi. O'rnidan turdi. Ular xonadan chiqib keta boshlashdi. Bobur divanda oldiga noutbuk olib ishlab o'tirardi. Dilorom nevarasini o'ynatyapti. Akbar telefon o'ynardi. Gulrang bolasining kiyimlarini taxlash bilan band. Ertaga ketsammi deyapman, oyi, dedi u onasiga qarab. Dilorom qiziga ajablanib qaradi. O'zi endi davolanib boshlading-ku? Ukol olganingga 3 kun ham bo'lmadi. Gulrang yerga qarab bolasining kiyimini o'ynay boshladi. Ikkilanib turdi va keyin gapirdi. Boya qaynonam telefon qildilar. Ukol olayotganimni bilmadilarmi? Uyga keling, dorilarni uyda ham ichaverasiz dedilar. Diloromning ensasi qotdi. Bobur ham qoshi chimirilib, noutbukidan bosh ko'tarib qiziga qarab qo'ydi. Dilorom eriga qarab jim degandek imo qildi. Keyin o'zi gapirdi. Nevarasini sog'inganda qizim, ukolim ham bor, ukolimni qilib qo'yadigan odam bormi deb so'ramadingmi? Gulrang yo'q degandek bosh chayqadi. Aytish kerak-da, ertaga uyga borsang, ukol qiladigan odam bo'lmasa, davolanishing chala qoladi. Keyin bir hafta o'tmay yana qaytalanasan. Mayli, unda aytib ko'raman, dedi Gulrang. Lekin ko'chamizda ukol qiladigan odam yo'q. Qaynonamning o'zlari ham bir marta topa olmaganlar. Poliklinikaga qatnaganlar. Unga ayt, bir haftalik edi ukolim, 4 kuni qoldi. O'zingiz davolanib keling dedingiz-ku deb. Xo'p, Bobur chidolmadi. Shartta qiziga qarab gapirdi. Sen nega bunaqa bechoraga aylanib qolding? Dilorom eriga qarab imladi. Bobur uni ham urishib berdi. Nima deb imlamoqchisan? O'zi davolanib kel deb yuborish noto'g'ri. Aslida sovuqda suv septirib, hovli supurtirish noto'g'ri. Shu nevarasining onasi-ku? Shunga bir nima bo'lsa, nevarasi qiynaladi-ku. Dadasi, qaynonalar shunaqa bo'ladi, tushuntirdi Dilorom. Siz aralashmang. Biz ham shunaqa kelin bo'lganmiz. Gulrang o'zi kelishib oladi. Bu kelishmayapti-ku. Xo'p deydi faqat. Qizim, qaynonang ham ikkinchi onang. Oying bilan qanday qilib sirlashsang, murosa qilsang, kelishsang, qaynonang bilan ham shunaqa bo'l. Muammoning oldini ol. Gulrangning ko'zlari yoshga to'ldi. Dadasi, dedi Dilorom. Nima dadasi? Bunga yashashni, murosa qilishni o'rgat. Qaynonasiga qaynonam deb qaramasin. O'zgartirsin o'zini. Bobur qiziga qaradi. Oyingdek ko'rib, erta tongda suv sepsam, qo'lim muzlayapti. Shu ishni keyinroq qilay deb erkalan. Sen begonaga o'xshab muomala qilayotgandirsan-ki, qaynonang ham shunaqa qilyapti. Gulrang ko'z yoshlarini artdi. Muammo kasal bo'lganingda seni uyga keraksiz buyumdek jo'natib yuborayotgan qaynonangda emas, tushuntirdi Bobur. O'zingda. Demak sen uylaringda o'zingni qizdek emas, kelindek tutyapsan. O'sha qaynonangni qiziga aylan. Xo'p, dedi Gulrang. Dilorom ularni jim kuzatib o'tirdi. Qiziga tikilib, ko'ziga yosh to'ldi. Ichida o'ziga o'zi gapirdi. Qizimni oilasi tinchmas. Uni bu ahvolda tashlab ketib bo'ladimi? O'zi yolg'izgina qizim bo'lsa, katta ko'chadagi mashinalar orasida Rashidning mashinasi ham bor. Oldida Dilfuza o'tiribdi. Dilfuza asabiy.
Qonim qaynab ketyapti. Uyga boray, xumorimdan chiqquncha uraman. Oldin yaxshilab so'raylik, balki bu janjalda Samiraning aybi yo'qdir, dedi Rashid. O'zini himoya qilgandir. Yonini olmang. Rosa jonimga tegib ketdi. O'zi shu qiz. Psixologning gapi yodingdan chiqib ketdimi? Yomon gapirmang deding-ku. U ham bunaqa bo'lishini bilmagandir-da. Qanday yomon gapirmayman? Sharmandalik bu dadasi, sharmandalik. Butun dunyo ko'rib bo'ldi buni. Boya xolasi telefon qildi, keyin ammasi. Yer yorilmadi, yerga kirmadim. Hamma bir ko'rishda taniyapti. Ha demay maktabni bitiradi. Kim so'rab keladi keyin uni? Opam qildimi? Ko'rishibdimi? So'radi Rashid. Ko'rishadi-da. Hozir internetda bitta video yashin tezligida tarqalyapti. Hozir borsak, qo'ni-qo'shni so'raydi. O'zi qo'shnilarini Telegram guruhiga ham kira olmay o'tiribman. Hamma yozayotgandir. Dilfuzaxon, Samirami bu qiz deb. Dadasi, bu qizni jiddiy tartibga chaqirmasak bo'lmaydi. Psixolog yaxshi gapir degan bo'lsa, yaxshi gapirib turchi, dedi Rashid umid qilib. Dadasi, sizda ham g'urur bormi? Baqirib yubordi Dilfuza. Uyalmaysizmi siz? Mahalla ko'yni oldida. Uyalaman. Qonim qaynab ketyapti, dedi Rashid. Lekin yana qo'rqyapman. Siquvga olaversak, o'zini bir nima qilib qo'yadimi deb. Ko'ryapsan-ku ijtimoiy tarmoqlarni. Har kuni bir voqea. Hayronman. Bu qizga bitta gap kam, ikkitasi ko'plik qilsa. Hozir qo'shnilar so'rasa, narigi qiz yomon ekan, Samirani uribdi deb qo'yamiz. Samiraning o'zi nima dedi? Telefonni ko'taradimi hozir qizingiz? Million marta qildim, ko'tarmadi. Ko'tarmadimi? So'radi Rashid. Sog'omonmikin? Shifoxonaga tushib qolmabdimi? Ana u qiz Samiradan ancha katta ko'rindi. Voy, video bilan bo'lib, bu yog'ini o'ylamabman. Hech narsa qilmabdimi? Dilfuza telefonni olib Samiraga qo'ng'iroq qildi. Gudoq ketdi, lekin ko'tarmadi. Yo xudo! Xavotiri oshdi Dilfuzaning. Qon bosimim chiqdi shekilli. Bir kuni o'ldiradi shu qiz meni. Rashid mashinani uylarning oldiga to'xtatdi. Uydadir. Uyni ko'raylikchi. Ikkalasi mashinadan tushib uyga yugurib ketishdi. Musiqa baland, xotin xalaj raqs tushyapti. Ayollar orasida chiroyli kiyingan Sitora ham bor. U ham chiroyli raqs tushyapti. Atrofda o'tirganlar raqs tushayotganlarni tomosha qilishyapti. Ular orasida Ziyod ham bor. U Sitorani zimdan kuzatyapti. Boshqacha qarayapti. Ancha kuzatdi, keyin sekin turib, chapak chalgan kishi bo'lib raqs tushayotganlarga yaqinlashdi. O'ynayotgan yoshroq qizga gapirdi. Ziyod akangman, tanidingmi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana u o'ynayotgan Sitora opangmi? Ha, opam. O'zgarmabdi. Yoniga borib raqs tushsam, tanimasa kerak-a? Ha, tanimaydi, dedi qiz. Telefon raqamini ber, keyin bir hol so'rab qo'yaman, dedi Ziyod ayyorlik bilan. Hozir eri bo'lsa, rashk qilib yotmasin. Yozib oling. Qiz Sitoraning raqamini aytdi. Ziyod ayyorona nigohlar bilan Sitoradan ko'z uzmagan holda yoza boshladi. Shohjahon hali o'rnidan turmagandi. Uyqusirab yotar, qo'lida telefoni edi. Telefonda turli narsalarni ko'rib yotardi. Ko'rayotgan narsalari ichidan Samira va Shahrinisoning janjallashgani ham chiqib qoldi. Yigit ko'rib, ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi. Qo'rqib ketgani sezildi. O'ziga o'zi gapirdi. Bu qizdan qutulish qiyinmi deyman. Hali meni oldimga ham janjal qilib kelsa-ya, zanjirni ber deb. O'rtamiyona uy. Ziyod yotibdi, televizor ko'rib. Xotini Munira homilador. U eshikdan qo'lida yuvilgan, qurigan kiyimlar bilan kirib keldi. Dadasi, xamir qilay desam untugapti. Non yopishim kerak. Nima qilamiz? Tejasang bo'lmaydimi?
Pul yo'q. Munira qo'lidagi qurigan kiyimlarni taxlangan ko'rpa-to'shakning ustiga qo'yadi-da, chiqib ketdi. Ziyod televizorni o'chirib, telefonini qo'liga oldi. Telefondan o'sha kungi to'yni videolarini ko'rdi. Raqs tushayotgan Sitorani biroz tomosha qildi. Keyin videoni o'chirdi-da, telefonidan Sitoraning raqamini qidirdi. Uni ismini topib qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroq keta boshlagach, taraddudlandi. Narigi tomondan Sitoraning ovozi eshitildi. "Allo, salom berdik, Sitoraxon", dedi Ziyod. "Salom. Yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi?" "Yaxshi. Kim bu?" "Men senga yetolmagan, unutolmagan, hamon azobda yashayotgan bir keraksiz odamman." Sitoraning jim bo'lib qolgani sezildi. "Nega indamaysan? Kimsiz?" dedi Sitora. "Ziyodullaman." Sitora yana jim bo'lib qoldi. "Nega indamaysan?" so'radi yana yigit. "Nega telefon qilyapsiz? Qayerdan oldingiz raqamimni?" jahl qildi Sitora. "Yer yumaloq", xiringladi Ziyod. "Uchrashtiradi. Sen qancha mendan qochma, ro'parangdan chiqaveradi. Boshqa menga qo'ng'iroq qilmang." Sitora telefonni o'chirgani sezildi. Aloqa uzildi. Ziyod yana terdi. Sitora ko'tarmadi, bosib qo'yaverdi. Ziyod teraverdi, keyin o'ziga o'zi kuldi. Ayyorona ko'zlari qisilib, o'ziga o'zi deydi: "Bitta SMS bilan nafaqat gapirasan, uchrashuvga ham kelasan." Ziyod SMS yoza boshladi. "Senga yomonligim yo'q. Bir ko'rsam bo'lgani. Biror joyda uchrashaylik." Ziyod xabarni yubordi va xunuk irshaydi. Sitora asabiy duxovkadan somsalarni chiqarib idishga solardi. Xabar keldi. Telefoniga qaradi. Ovoz chiqarib o'qidi. "Senga yomonligim yo'q. Bir ko'rsam bo'lgani. Biror joyda uchrashaylik. Tuya hammomni orzu qilgan ekan", dedi Sitora xunob bo'lib. "O'zini kim deb o'ylayapti?" Sitora javob yozmadi. Telefonni bir chetga qo'yib, somsalarni patnisdan idishga joylashda davom etdi. Sal o'tmay yana xabar keldi. U ovoz chiqarib o'qidi. "Meni yomon bo'lishga majbur qilma. O'sha video qo'limda, eringga yuborsam, o'zimga qolasan. Yaxshisi, uchrashishga rozi bo'l." Sitoraning ko'zlarini vahima bosdi. Qo'llari titrab o'tirib qoldi. Qiz titrab qaqshab o'tiribdi. Bir telefonga qaradi, bir o'q tortdi. O'ziga o'zi pichirladi: "Endi nima qilaman? Nima qilaman? Bu iflosdan qutulishning yo'li bormi?" Shu payt yana xabar keldi. "Ertaga kunduzi soat 11larda eski kinoteatr yonida kutaman. Kelmasang, video eringni qo'lida bo'ladi." Sitora battar qo'rquvdan titray boshladi. Dilxush qabulxonada o'tirib telefonda gaplashardi. "Bu hafta Bobur Umarovichning qabuliga yozila olmaysiz. Hamma kunlari band. Kelasi hafta yozilishingiz mumkin." "Nima? Kela olmay qoladigan mijozi? Bilmasam, hali birortasi bora olmayman demadi." "Xo'p, kelasi hafta dushanba soat tongi 9 ga yozib qo'yaman." Eshikdan Samira va onasi Dilfuza kirib keldi. Dilxush o'rnidan turdi. "Assalomu alaykum, keling." Dilxush darhol Diloromga ichki telefondan qildi. "Ustoz, mijozingiz keldilar." U Samiralarga qaradi. "Keling, kiravering." Dilorom xonasidan chiqib keldi. "Assalomu alaykum, keling." Dilorom xonasining eshigini ochdi. Dilfuza va Samira kirdi. "Yaxshi keldingizmi? O'tiring", dedi Dilorom. "Nima ichasizlar?" "Shart emas", dedi Dilfuza. "Yaxshi yuribsizlarmi?" "Yo'q", xo'rsindi Dilfuza. "Yaxshi yurmadik." "Nega?" Dilfuza Samiraga yomon qaradi va qo'liga telefonini olib video qo'yib berdi. Unda Samiraning Shahriniso bilan urushgani aks etdi. Dilorom xo'rsindi.
Ko'rgandim buni ijtimoiy tarmoqlarda, ammo qizingiz deb o'ylamabman. Shu video bo'yicha maktabga chaqirildim, mahallaga chaqirildim. Ota-onalar majlisi, odamlar oldida izda bo'lish, boshing egilishi. Bundan battari bo'lmasa kerak. Ammo mana yuzi. U Samirani ko'rsatdi. Unga g'ing etmadim, aytganingizni qildim. Dilorom Samiraga qaradi. Samira bez bo'lib o'tirardi. Dilfuza o'rnidan turdi. Men kutib turaman bo'lmasa. Yaxshi. Dilfuza chiqib ketdi. Dilorom Samiraga qaradi. Ko'rishmaganimizga bir hafta bo'ldi. Ismingizni, voqeani sal eslating. Ko'p mijoz qabul qildim. Samiraman. Oyimni tilla zanjiri yo'qolgani uchun kelgandim. Ha, bo'ldi, esladim. Zanjir yo'qolmaganda siz olgandingiz. Endi zanjir qolib janjal. Juda to'polonchi qiz ekansiz, a? Samimiy hazillashadi Dilorom. Samira jilmaydi. Xo'sh, to'polonchi qiz, sizga aytgan vazifamni bajardingizmi? Samira yo'q degandek bosh chayqadi. Bu yomon, mayli. Zanjir va janjalga qaytsak, ikkovining o'rtasida bog'liqlik bor, shundaymi? Samira Diloromga aytsammi, aytmasammi degandek ikkilanib, o'ylanib qaradi. Dilxush kompyuterda ishlab o'tiribdi. Akrom kirib keldi. Dilxush o'rnidan turib salomlashdi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Bobur aka bormilar? Ha, hozir xabar beraman. Dilxush xabar beraman deguncha Boburning eshigi ochildi. Assalomu alaykum, keling. Akrom Bobur bilan ko'rishdi. Ikkisi Boburning xonasi tomon yo'l oldi. Bobur Akromni o'tirishga taklif qildi. O'tiring, yaxshimisiz? Kayfiyat qalay? Yaxshi. Topshirig'imni bajardingizmi? Ha, 6 kun o'zimni tiydim, dedi Akrom. Zuhra yordam berdi. Ammo baribir bo'lmadi. Kecha buzdim. Bir marta o'ynadim. Buzishga nima majbur qildi sizni? Klandagilar qo'yishmadi. Siz yutolmaymiz deb telefon qilaverishdi. Bobur afsus degandek bosh chayqadi. Nima bo'ldi keyin? O'yinning yakuni? Akrom xo'rsindi. Tortdi. Xotiraga berildi. Akrom yo'l yoqasida ishdan sudralib kayfiyatsiz kelayotgandi. Telefoni jiringladi. Yigit bir qaradi-yu ko'tarmadi. Ovozsiz qilib cho'ntagiga soldi. Yana jiringladi. Yana olmadi. Xabar keldi. Akrom aka, bugun zo'r o'yin bo'ladi. 500 mingdan tashlaganmiz. Raqiblar ham shunchadan tashlagan. 4 million ustida o'ynaladi. Kiring aka, sizsiz yutolmaymiz. Akromning qoshlari chimirildi. Javob yozdi. Meni pulim yo'q, o'yna olmayman. U shunday deya podyezdiga kirib, zinadan ko'tarila boshladi. Uyga kirganida yana telefoni jiringladi. Akrom oldi. Alo, Akrom aka, kiring, bo'ling tez. Akrom kompyuteri bor uyiga qarab yugurgiladi. Shartta kompyuterini yoqib o'tirdi. O'yinga kirib, otishma o'ynay boshladi. Nihoyat o'yinni tugay boshladi. Akrom aka, nega otmadingiz? Dedi kimdir. Ko'rmadim. Ana yutqazdik. Klandagi 4 kishi 500 mingdan tashlaganmiz. Yutqazdik. Qarzni to'lash guruhga bo'linadi. Akrom aka, siz ham tashlaysiz. Akrom qo'lidagi mishkani uloqtirib yubordi. Gapirar ekan, Bobur uni tinglardi. Oxirgi vaziyatda o'zimni ushlay olmadim, dedi Akrom xotirasi ta'sirida kayfiyatsiz. Yaqinlaringizga aytganmidingiz? Ikkinchi topshirig'im ahvolingiz haqida ularga aytish edi-ya. Ayolimga batafsil aytib berdim, lekin ota-onamga aytmadim. Ular bilan alohida yashayman-ku, aytmasam ham bo'ladi. Hech bo'lmasa, aka-ukalaringizga aytishingiz kerak. Birga o'tirsangiz, suhbatlashsangiz, qayergadir borsangiz chalg'iysiz.
Sizni kayfiyatingizda yaqinlar juda katta yordam beradi. Akrom xo'rsindi. Oxirgi o'yin kecha bo'ldimi? Ha, dedi Akrom. Ayolim, bolalarim bilan onasinikiga ketgandi. Shu pand berdi. Bitta shu o'yinda bo'yningizga qancha qarz yozildi? Akrom o'q tortdi. Boshini egdi. Past ovozda gapirdi. 500 ming. Oxirgi marta qachon va necha so'm yutgansiz? 5 oy avval 350 ming so'm yutganman. Undan keyin faqat yutqazyapsizmi? Akrom ha degandek bosh irg'aydi. Xo'rsinadi. Bu o'yindagilar sizga do'st emasligini, faqat ziyonligi hozir anglayapsiz-a? So'radi Bobur. Akrom esa bosh irg'adi. Demak, o'yin o'ynagingiz kelganida, xumor tutganida psixiatrning aytganini qilishingiz kerak. Bordingizmi? Bobur yigitga qaradi. Ziyod o'rindiqqa yastanib o'tirib olgandi. Sitora sal narida qimtinib turardi. O'tir, Sitor. Ruxsoringga bir tikilay, keyin ketasan. Seni shunchalar sevdimki, hatto xotinimga ko'ngil bera olmadim. Yashashim it yotish, mirza turish. Nega chaqirdingiz meni? Dedi Sitora jahli chiqib. Nega bo'lardi? Husni jamolingga to'yish uchun. Nega buncha qo'rqasan? Kel o'tir, yeb qo'ymayman. Barmog'imni uchini ham tekkizmayman, o'tir. Buncha qo'rqding? Men ham haromdan qo'rqaman. Sitora noiloj o'tirdi. Ziyod unga tikildi. Telefonini qo'liga olib, ikkalasi o'tirganini selfi qildi. Sitora qo'rqib ketdi. Nima qilyapsiz? Nega buncha qo'rqasan? Dedi bezrayib Ziyod. Shunchaki oldim rasmga. Uyda seni sog'inganimda qarab yotaman. O'zgarmagansan, Sitor. Hamon go'zalsan. Qiz o'ng'aysizlandi. Shuning uchun ham mening hayotim zahar. Ayyorona bitirlay ketdi Ziyod. Anu kuni to'yda ko'rdim-u, battar tinchim yo'qoldi. Na qo'lim ishga boradi, na ko'zimga uyqu keladi. Ishlamaganingdan keyin pul ham yo'q. Bugun xotinim ham gapirdi. Uyda na non bor, na kartoshka, na piyoz. Bilmaydi u, eri kuyib ado bo'layotganini. Sitora sumkasini titkiladi. Bir dasta 50 mingtaliklarni Ziyodga tutqazdi. Ziyod jo'rtaga ajablanib qaradi. Bu nima qilganing? Meni tilanchi deb o'ylayapsanmi? Oling, men shoshib turibman. Boshqa gaplasha olmayman. Iltimos, meni bezovta qilmang. Sitora pulni tashladi-yu, o'qdek chiqib ketdi. Ziyod esa miyig'ida kulib pulni olib sanay boshladi. Keyin telefonini ochib, Sitora ikkalasi hozirgina tushgan suratga qarab ayyorona jilmaydi. Dilorom Samiraga sinchkovlik bilan qaradi. Nega indamaysiz, Samira? Samira cholkasini orqaga qo'li bilan tarashlagan bo'ladi, burnini ishqadi. Dilorom uni kuzatardi. O'ziga o'zi ichida xulosa qildi. Aldamoqchi. Nima deb aldarkan? Yo'q, bog'liq emas. Dilorom Samiradan ko'z uzmay yana o'ziga o'zi o'yladi. Yolg'on gapirdi. Demak, shu voqeada gap ko'p. Yaxshilab surishtirsam, kalavaning uchi chiqadi. Men o'sha tarqagan videoni izohlarini to'liq ko'rmadim. U qiz bilan nega urishdingiz? Samira Diloromga qaradi. U qiz menga Shohjahon akani tinch qo'y dedi. Shohjahon kim? Ajablandi Dilorom. Meni yaxshi ko'radigan bola. U qiz kimi bo'larkan? Qiz xo'rsindi, asabiylashdi. Sevgan qizi emish. Dilorom qoshlarini ko'tarib kinoya bilan qaradi. Demak, Shohjahon ikkingizga ham sevgi izhor qilgan bo'lib chiqyapti. Samira xo'rsindi, bosh irg'adi. Menga yigit haqida gapirib bering. U bilan birinchi uchrashuvingiz qanaqa bo'lgan? Qanday yigit ekan u? Samiraning ko'zlari yonib, lablariga tabassum yugurdi. Biram gapga usta, istarali yigit. Uning Shohjahon bilan ilk uchrashuvi yodiga tushdi.
Samira avtobusning derazasidan tashqariga qarab ketar, o'ziga o'zi jilmayib qo'yardi. Telefon jiringladi. Qulog'idagi naushnik orqali javob berdi. Assalomu alaykum Shohjahon aka. Va alaykum. Qayerdasiz? Avtobusdaman. Siz aytgan bekatga yetib keldim. Men bekatdaman, mashinada. Avtobus yetib kelgan bekatida to'xtadi. Samira tushdi. Atrofga alanglab mashinalarga qaradi. Shohjahon mashinasidan tushdi. Samira unga qaradi. Ko'zlariga ishonmagandek boshqacha bo'ldi. O'rta bo'yli, o'zini olifta tutgan, mashinali yigit yonida o'zini xunuk, o'ng'aysiz his qildi. Shohjahon esa keling degandek ishora qildi. Samira unga yaqinlashdi. O'sha yigit menman. Qani mashinaga o'tiringchi. Samira mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. Yigit ham uning yoniga o'tirib yuziga qaradi. Rasmdagidan 10 chandon chiroyli ekansiz. Ko'zlaringiz ayniqsa juda chiroyli. Samira u qadar chiroyli bo'lmagani uchun Shohjahonga ishonqiramay qaradi. Lekin yigit rostdan ham unga tikilib jiddiy turardi. O'zini mahliyo bo'lgandek tutyapti. Qiz uyalib ketdi. Hozir sizga o'xshagan uyatchang, odobli, sodda qizlar kam. Men o'zi rasm yuborganingizdayoq yoqtirib qolgandim. Shuning uchun tinmay yozardim sizga telegramdan. Samira battar uyaldi. Yerga qaradi. Uchrashuvga chaqirib adashmabman, dedi yigit. Tabiiy go'zal ekansiz. Hozir tabiiy go'zal qizlarni topish qiyin. Hammasi qoshini, ko'zini bo'yab oladi. Siz esa o'zingiz go'zalsiz. Samira yigitga bir qarab oldi. Yigit unga mahliyo bo'lgandek tikilib turardi. Qiz xotira ta'sirida psixolog yonida jilmayib o'tirardi. Dilorom qizdan ko'z uzmasdi. Qiz juda tullak yigitga yo'liqqanga o'xshaydi, o'yladi ichida psixolog. Qizga shirin gapirib, siz juda chiroylisiz deb avrabdi. Bu u qadar chiroyli bo'lmagan qizni mahliyo etgan laqqa ishongan. Shohjahon bilan qanday tanishgansiz o'zi? So'radi u. Ya'ni bu uchrashuvgacha. Telegramda. Maktabingizda o'qimaydimi? Yo'q, xalqaro universitetda o'qiydi. Diloromning qoshlari chimirildi. Kinoyali qaradi. Talabami? Ha. Dilorom o'yga toldi. Agar rostdan ham o'qiydigan, o'qimishli talaba yigit bo'lsa, 10-sinf qizga gapirib yurmasdi, dedi ichida. Siz janjallashgan qiz qayerda o'qiydi? Kafeda ofitsiant bo'lib ishlaydi. Dilorom yanada hushyor tortdi. Ichida xulosa qildi. Yigitda gap ko'pga o'xshaydi. Dilorom sekin yonidagi daftarga yigit firibgarmi deb yozib qo'ydi. Akrom hijolat nomus o'tiribdi. Bobur unga sinchkov qaradi. Katta ehtimol bilan psixiatrga bormagansiz. Bora olmadim, dedi past ovozda Akrom. Bormagan bo'lsangiz, o'yin bir marta o'ynaganingiz ham yolg'on, to'g'rimi? Akromning yana boshi egildi. Erkakcha gaplashaylik. To'g'risini ayting. Shu hafta qancha yutqazdingiz? Akrom o'q tortdi. Zo'rg'a gapirdi. 2 million. Boburning ko'zlari katta-katta bo'ldi. Dahshat-ku. Har hafta 2 milliondan yutqazaversangiz, bir oyda 8 million so'm yutqazasiz. Odamlar zo'r ishda ishlab 8 million maosh ola olmaydi. Shularni o'ylayapsizmi? Yigit yana o'q tortdi. Boburga qaradi. Menga yordam bering aka, qutqaring meni. Uning ovozi titradi, yig'lamsiradi. Keyin boshini changallab qoldi. Uning butun vujudi titrayotgani ko'rindi. Bobur xotirjam gapirdi. Men sizga yordam berishim uchun siz aytganlarimni qilishingiz kerak. Birga o'ynaydiganlaringiz kim? Taniysizmi? Kim olib kirgan sizni o'zi o'yinga? Mahalladagi bolalar. Akrom xotiraga berildi. Yigit mahalladosh yigitlar bilan choyxonada o'tiribdi. Osh yeb bo'lishgan, 5-6 ta erkak o'tiribdi. Akromning yonidagi yigit Sodiq u bilan gaplashyapti. Ovozini pastlatib gapiryapti.
2 kun oldin 500 ming so'm yutdim. Bugun ertalab 1 million yutdim. Do'konda o'tiraman-ku. Xaridor kelmaganda zerikaman. O'sha paytda o'ynayman-da. Uni yaxshi o'yin deyishmayapti-ku. Oddiy o'yin, otishma. O'zingizni guruhingiz bo'ladi. O'ynayverasiz. Kompyuter klubga boryapsanmi? Do'konda o'tiraman-ku aka. Telefonda o'ynayman. Bering telefoningizga o'rnatib beraman. Zerikkanda o'ynab o'tirasiz-da. Sodiq Akromning telefonini olib, o'yin o'rnatib berdi. Mana, o'ynayverasiz. Yigit telefonni qo'liga olib o'yinga kirdi. O'ynay boshladi. Sodiq kuzatib turdi. Aka, zo'r otarkansiz-ku, bittada qulatyapsiz. O'zi tirda ham mo'ljalni zo'r olaman. Unda yutasiz aka, guruhimizga qo'shaymi? Bu otishingizga klanlarga talash bo'lasiz. Klaning nima u? So'radi Akrom. Klan bu maxsus guruh. Birorta odam o'z guruhini tuzadi. O'sha guruh qarshi komanda bilan o'ynaydi. Ikkita komanda ham pul tikadi. Yutgan komanda pulni oladi. Klanning boshlig'i yutgan guruh a'zolariga pulni taqsimlaydi. Akrom g'ururlandi. Men yutishim tayin, agar g'irromlik bo'lmasa. Aka, bu o'yinda g'irromlik yo'q. Agar g'irromlik qilsangiz, o'yindan 10 yilga chetlatilasiz. Akromning ko'zlari katta-katta bo'ldi. Rostdanmi? Haqqoniy ekanda. Akrom xotirasidan Boburning qoshlari chimirilgan, ancha jiddiylashgandi. Akromning yuzi tashvishli. Haqqoniy o'yinligiga ishonib, o'ynay boshladingiz. Shundaymi? Rostdan ham o'yin haqqoniy, g'irromlik yo'q, dedi Akrom. O'shandan buyon mahalla yigitlari bilan o'ynayapsiz. Ha, Boburning qoshlari ko'tarilib ketdi. Shu vaqt ichida jami yo'qotganingiz qancha? Ochiq gaplashamiz, Akrom. Akromning avzoyi butkul o'zgardi. Yuzlari burishdi. Zo'rg'a yig'lamsirab gapirdi. Mashinamni sotdim. Yana $13,000 qarzim bor. Boburning ko'zlari chiqib ketay dedi. Daftarni ochib, $13,000 deb yozib qo'ydi. Shu qarzingizni yopish uchun ayolingizni mashinasini sotmoqchi bo'lgansiz. Akrom bosh irg'adi. Boshqa choram yo'q. Boshi berk ko'chaga kirib qoldim.